omadlar, sardorlar, sarkorlar, sarbonlar degandek birinchi o'rinda ajoyib o'sha qishloq sportchilari bu 3 yildan beri tayyorgarlik ko'rishgan. Vodiy bo'yicha birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bizning Qalacha viloyati futbol jamoasi bosh treneri Master Sport Ravshanbek Mahmudov boshchiligida. Ilhomjon mana shu katta anjumanning homiysi. Ilhomjon sizga katta rahmat. Sizni bilan esdan chiqarishmaydi. Figuramiz bir-birimizga o'xshayapti-ku. Ikki og'iz mana shu turnir haqida va bizni birodarlarimizga, mahallamizga o'zingizni fikrlaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum. Qalacha mahallasi opalar, singillar, akalar, ukalar. Shunchalik hurmat qilib bizni chetga chaqiribsizlar. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bu mahallani ittifoqligini ko'rib, yana ham xursand bo'ldik. Bunaqa mahallalar hali ko'rmaganmiz. Biz bu musobaqani ancha yildan beri tashkillaymiz. To'g'risini aytaman, Ravshan aka, birinchi marta mahalla yutganda ommaviy tadbirda birinchi marta ko'rishim. Vodiy bo'yicha. Bu musobaqamizga keladigan bo'lsa, Ilhom Cup turnirida Vodiyda 48 ta jamoasining ichida shu Farg'ona tumanining Qalacha jamoasi faxrli 2-o'rinda egallab, kecha mahallasining nomini tarixga yozib qo'ydi. Shu qalachalik yigitlarga bitta qarshi chop besalaring arziydi. Bundan tashqari shu Ravshan akam boshchiligidagi komanda Ravshan akamga men qoyil qoldim. Shu yoshda ham ko'pchilik hamma o'zi bilan zavora bo'lib ketadi. Ammo akamiz shunchalik vaqtini ajratib, bolalarga tartib, tarbiyani o'rgatib, bolalarni tarbiyali qilib obordi. Juda chiroyli o'ynadi. Musobaqamizning eng nufuzli, eng tartibli komandalardan bittasi bo'ldi. Avvalo hammalarga rahmat. Mahalla ahliga rahmat aytaman. Opalar, akalar, shunday farzandlar o'stiribsizlar. Farzandlaring butun vodiyga namuna bo'ldi. Rahmat hammalarga. E'tiborlaring uchun ham katta rahmat. Shunchalik inson qatorida chaqirib bizni shekka eslabsizlar, sizlarga rahmat aytib qolamiz. Xolalar, opalar, akalar, hammalarga rahmat. Rahmat Ilhomjon. Har biri qo'ygan qadamlaringizga Alloh o'zi ajrini bersin. Salomat bo'ling. Keyingi turnirlarga bizga o'xshagan 60 dan oshgan yoshlar chaqirib, sizni ilhomingizga ilhom qo'shilsin. San'atkorlarga ham ilhom qo'shilsin.